Salom, bugungi darsligimiz qanday qilib oddiy programmalarni ustanishni qo'lga keltirish. Sizga ma'lumki, programmalar o'zi biz internetdan yoki boshqa joylardan olganimizda, disklardan yoki internetdan olganimizda ular ustanovka fayl ko'rinishida bo'ladi. Biz endi mana shu o'rnatib bo'lingan programmalarni qanday qilib qayta ustanishni qo'lga keltirishni hozir o'rganamiz. Mana hozir bu oddiy Notepad programmasi, bloknot. Shuni bizga buning uchun WinRAR kerak bo'ladi. Mana agar sizda WinRAR o'rnatilgan bo'lsa, buni oddiygina qilib, mana bu yerdan добавить arxiv qilasiz. Mana endi RAR ko'rinishida mana bu yerdan parametr arxivatsiyadan sozdать cvfx arxivni belgilaymiz va OK ni bosamiz. Mana hozir bizni Notepad programmamiz ustanishni qo'lga keladi. Mana hozir Notepad programmamiz yana ustanishni qo'lga keldi. Mana ko'rganingizdek fayl kengaytmasi exe format. Buni ishga tushirganimizda bizga mana bunday oyna hosil bo'ladi. Bu ya'ni bu faylimiz ustanishni qo'lga keldi va biz buni tanlab bosganimizda, masalan mana programma files qilib execute qilamiz. Dasturimiz endi o'rnatilmoqda. Ana endi o'rnatilib bo'lindi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda Notepad programmasi paydo bo'ldi. Mana programmamiz qayta ustanishni qo'lga keltirilib, yana o'rnatildi. Ko'rib turganingizdek, bu juda ham oson va qulay usul. Mana shunday yo'l bilan siz xohlagan programmangizni yoki fayllaringizni arxivlab ustanishni qo'lga keltirishingiz mumkin. Hammaga xayr. Agar darsimiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang.